21 oktyabr 2025 yil soat 20. Oh-da mening yurtim telekanalida Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi serialining 178 qismi efirga uzatiladi. Ushbu qism ayniqsa qiziqarli bo'lishi kutilmoqda, chunki unda his-tuyg'ular kuchli cho'qqiga chiqadi, qahramonlar esa o'z hislari va sadoqatlarini sinovdan o'tkazadigan kutilmagan vaziyatlarga duch keladi. Har bir epizodda serial chuqurligi va samimiyligi bilan tomoshabinni hayratda qoldiradi. Mo'ljallangan syujet chiziqlari va puxta ishlangan qahramon xarakterlari tomoshani haqiqiy zavqqa aylantiradi. Dramaning va emotsional lahzalarni mohirona uyg'unlashtirish tomoshabinni har bir qahramon harakati bilan hamdard bo'lishga majbur qiladi. 178 qism ham bundan mustasno emas. Intriga, kutilmagan burilishlar va ta'sirli sahnalar tomoshabinga chinakam emotsional tajriba taqdim etadi. Aktyorlik mahorati alohida e'tiborga loyiq, har bir his, har bir harakat shunchalik haqiqiyki, ekrandan ko'z uzib bo'lmaydi. Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi yana bir bor har bir tomoshabinning qalbini zabt etishi mumkinligini isbotlaydi va oddiy kechani unutilmas voqeaga aylantiradi.